Assalomu alaykum. Sizlarga hozir Lego terminal bazamizdagi konteynerlar bilan tanishtirib o'taman. Bugun chizlovimizda 2026-yil avgust oyi 12 metrlik konteynerlarimizning narx-navosi keladigan bo'lsak, 18 million 120 ming so'mdan boshlanib 25 million 200 ming so'mgacha mavjud. Holatiga qarab farq qiladi. 18 million 120 ming so'mlik konteynerimizni ko'rishingiz mumkin. Holati yaxshi, yili 2011-yil konteyner. Ichkarilarni ham bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Pollari tekis turibdi. Ozgina perdelka joylari bor. Devorlari ham idealni turibdi. Yamoqlari deyarli yo'q. Bemalol maza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bu konteynerimiz ham 12 metrlik, faqat bo'yi 2.90 lik konteyner. Yili 2002-yil. Holati o'rta holatda, narxi keladigan bo'lsa, narxi 18 million 840 ming so'm. Bazamizda kamyob bo'lgan 2026-yilgi yangi konteynerlarimiz ham bor. Holati o'ta idealni yangi konteyner, pollari, devorlari tekis, zavodskoy ideal holatda. Bazamizga kelsanglar, maqsadinglardan kelib chiqib konteyner tanlashaveramiz. Transportirovka, yuklashni ham o'zimiz hal qilib beramiz. To'lov turi keladigan bo'lsa, hamma to'lov turi mavjud. Bazamiz Toshkent shahar Qo'yliq Somon bozorida joylashgan.